Tasavvur qiling, betakror tog' manzarasi, musaffo havo va yiliga 5 milliondan ziyod sayyoh o'tadigan strategik chorraha. Bu Miraki turistik majmuasi. Shahrisabzdan atigi 30 kilometr. Hisor tog' tizmasidagi dengiz sathidan 1000 metr balandlikda. Bir tomondan Oxu va Qorasuv daryolari, ikkinchi tomondan Hisorak suv ombori. Temir yo'l stansiyasiga 31 kilometr, aeroportga esa 42 kilometr. Miraki kompleksi to'liq qurib bitkazilgan va ko'plab doimiy mijozlar oqimiga ega. 5,1 gektar maydonni egallagan ushbu obyektdagi foydali maydon 13852 kvadrat metrni tashkil etadi. Majmua 4 qavatli mehmonxona va 1 qavatli hostel binolari, 225 ta zamonaviy xona, 600 o'rinli yotoq sig'imi hamda 1686 kvadrat metrlik muhtasham restoranni o'z ichiga oladi. Birgina 2024-yilning o'zida Shahrisabz va uning yondosh hududlariga 1 milliondan ziyod xorijiy va 4 milliondan ziyod mahalliy sayyoh tashrif buyurdi. Tendensiya esa jadal o'sishda davom etmoqda. Innovatsion dizayn, ekologik toza qurilish materiallari va premium darajadagi xizmat ko'rsatish sifati. Biznes vakillari, ekoturistlar, oilaviy dam oluvchilar yoki tibbiy reabilitatsiyaga muhtoj insonlar. Miraki har qanday mehmon talabini to'laqonli qondirishga qodir. Endi asosiy e'tiborni raqamlarga qaratamiz. Zero pragmatik tadbirkor emotsiyalarga emas, aniq moliyaviy hisob-kitoblarga tayanadi. Mehmonxona segmenti daromadlilik 22,7%. Investitsiyaning o'zini o'zi qoplash muddati 5 yil 3 oy. Hostel qismi bundan-da qisqa muddatda foyda keltira boshlaydi. Qoplash muddati 4 yil 9 oy. Daromadlilik 26,7%. Ta'kidlash joizki, bular konservativ yondashuv asosida hisoblab chiqilgan, to'liq tasdiqlangan va kafolatlangan ko'rsatkichlardir. SQB tomonidan obyekt qiymatining 85% gacha bo'lgan qismiga kredit ajratilishi ko'zda tutilgan. Shartlar maksimal darajada qulay. Ta'minot sifatida xarid qilinayotgan inshootlarning o'zi va investorning boshqa mulklari garovga olinishi mumkin. Shuningdek, loyihani konsorsium asosida moliyalashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda subsidiyalar jalb qilish imkoniyati ham mavjud. Miraki bu mamlakat turizm infratuzilmasiga kiritiladigan uzoq muddatli, strategik va serdaromad sarmoya imkoniyatidir. Musaffo havo, muttasil o'sib borayotgan sayyohlar oqimi, tayyor operatsion obyekt hamda bank imtiyozlari barchasi bir loyihada mujassam. Yana ham sifatli ma'lumot olish uchun ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.